Ismim Laylo. Hayotimda judayam esda qolarli xotira qolgan. Dadam vafot etganlaridan keyin onam ikkinchi marta turmushga chiqdi va u kishini bizanikiga ichki kuyov bo'lib keldi. Onam shu endi sani dadang bo'ladi. Dada deysan dedilar. Xo'p deb o'z dadamdek qabul qildim. Onam bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydilar. Lekin u ikkinchi dadam hech joyda ishlamasdilar. Uyda mol boqib yurardilar. Hayvonlarga rosa qiziqardilar. Onam shu insonni sevib turmush qurgandilar. Onam ikkinchi eriga tegganlarida men 14 yosh qizcha edim. Oradan yillar o'tdi. Men 11-sinf bo'ldim. Bir kuni onam ishga ketgan ekanlar. Men maktabdan keldim. "Keldingmi, ona qizim?" dedilar o'gay dadam. "Ha dadajon, keldim. Rosa charchadim" dedim. "Ha, kiyimlaringni alishtirib, ovqat qil. Oying kechga charchab keladi" dedilar. "Xo'p" deb ovqat qildim. Qaydandir sal ichgan ekanlar. "Qizim, kel oldimga. Sanda gapim bor" dedilar. "Labbay dadajon" deb oldilarga keldim. Burdan menga tashlanib ketdi. Men baqirdim. "Nimaga bunday qilyapsiz dada?" desam, "Qizim, sen bilan dam olmoqchiman. Faqat oying kelsa aytmaysan" deb rosa quchoqladi. Baqirdim. Og'zimni yopdi qo'li bilan. O'shanda meni qutqaradigan hech kim yo'q edi. Hamma joyimdan pashalab kiyimlarimni yecha boshladi. Erkak odam baribir kuchim yetmadi. Qo'lidan tishlab oldim. Yuzimga bir tarsaki tushirdi. Yonida qanaqadir ipi bor ekan. Qo'limni bo'ylab tashladi. Og'zimga latta tiqib qo'ydi-da, shu harom ishni qildi. Qizligimdan ayrilib qoldim. Judayam yig'ladim. Biroz vaqt o'tdi, qo'limni yechvordi-da. "Agar onangga aytsang, seni o'ldiraman" deb qo'rqitdi. Kech bo'ldi. Onam keldilar. Yuzlarim qizarib ketganini ko'rdi-da, "Senga nima qildi qizim?" dedi. Aytolmadim, qo'rqdim. Aytishga hech narsa qilgani yo'q deb aldadim onamni. Aytishga qo'rqdim. Agar aytsam meni o'ldirardi. Hayotda judayam qo'rqoq qiz edim. Keyin o'gay dadam ichkilikka berilib qoldi. Har kun ichib kelib meni majburlayverdi. Aslo onamga ayta olmasdim. Oradan 5 oy o'tdi. Oxiri shu ishni qilishni xohla boshladim. O'rganib qolgan ekanman. Maktabni bitirdim. Sinfdoshlarim erga tegib ketaverdi. Rosa havas qilardim men ham. Oq ko'ylak kiyishdi. Lekin afsus, iloji yo'q edi. Nomusimga o'gay dadam tegib qo'ygandi. O'yimizga sovchi kelishdi boshladi. Shunaqa yaxshi joylardan keldi. Shu aybim tufayli erga tegolmasdim. Qo'rqardim erga teggani. To'ydan keyin erimni yuzini oqlay olmasligimni bilardim. Oradan 3 yil o'tdi. O'gay dadamdan homilador bo'lib qoldim. Hech kimga ayta olmasdim. Onam bilsalar meni o'ldiradilar deb ayta olmadim. Onamga ham. Oradan 5 oy o'tdi. Ancha qornim bilinib qolgandi. Onam, "Nimaga qorning katta bo'lib boryapti? Tinchlikmi? Biror ishni boshlamadingmi? Meni sharmanda qilmaysanmi?" dedilar. Shokka tushdim. Nima deyishni bilmay qoldim. "Yur, doktorga olib borib tekshirtiraychi" dedilar. Yo'q deya olmasdim. "Xo'p, boraman" dedim. Ilojim yo'q edi. Bormasligim iloji yo'q. Borishga majbur bo'ldim. "Ertalab bo'lsin, boramiz" dedilar onam. "Xo'p" dedim. Kechqurun o'yladim, nima qilsam ekan deb. Oxiri
pasportimni oldimda uydan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Toshkentga bordim. Bir opani uchratib qoldim. Ish bo'lsa ishlayman opa, yordam bering, hech kimim yo'q deb aldadim. Xo'p deb opa ish topib berdilar. Bir oy ishladim. Qornim juda bilinib qoldi. Onam meni qidiruvga bergan ekanlar. Oxiri biletga pul ishladim-da Rossiyaga ketdim. Moskvaga bir tanish topdim-da birga ketdik. Hali hamon homiladorman. Bir oy qoldi bolali bo'lishimga. Afsus, anam kasal bo'lib qolibdi. Meni o'ylab eshitsam, shunga bir chora bormikan deb o'z haqqimda shu hikoyamni yozdim. Birorta inson bo'lsa Moskvada menga yordam bersin tug'ishimga. Til bilmayman. Iltimos, yo'l yo'riq o'rgatadigan inson kerak. Kutaman aziz o'zbek xalqim.